Chernobil AES avariyasi haqidagi haqiqatlar. Chernobil atom elektr stansiyasida ro'y bergan avariya shubhasiz butun dunyoga ta'sir ko'rsatdi. Radiatsiyaning qanchalik xavfli kuch ekanini isbotladi. Nurlanish natijasida ko'plab insonlar halok bo'ldi va jabrlandi. Minglab oilalar uylari va mol-mulklarini tashlab ketdi. Ushbu falokat insoniyat tarixida abadiy qora sahifa bo'lib qoldi. Keling, o'shanda nimalar ro'y bergani haqida hikoya qilamiz. Videoni boshlashdan oldin 20-asr o'rtalarida insoniyat energiyaning yangi turi atom parchalanish energiyasini kashf etdi. Bu haqiqiy ilmiy yutuq edi. Yadro zanjiri reaksiyasi gaz, neft va ko'mirni birlashtirgandan ko'ra ko'proq elektr energiyasi ishlab chiqardi. O'shandan global miqyosda atom elektr stansiyalari qurilishi boshlandi. Chernobil AES Ukrainaning Chernobil shahridan 20 kilometr uzoqlikda qurilgan. Nomini ham shundan olgan. Ishchilar uchun stansiya yonida Pripyat shahri barpo etildi va avariyagacha unda 50 mingga yaqin odam yashardi. 1986-yil 26 aprelga o'tar kechasi Chernobil AESning 4-blokida portlash ro'y berdi. Bino qisman vayron bo'ldi. Ortidan yong'in boshlandi va atrof muhitga juda katta miqdordagi radioaktiv moddalar tarqaldi. Radiatsiya aholi hayotiga tahdid solayotgani ma'lum bo'lgach, AES atrofidagi radiusi 30 kilometr bo'lgan hudud tark etilishi kerak bo'lgan zona deb e'lon qilindi. Biroq Pripyat shahrini evakuatsiya qilish ishlari darhol emas, balki hodisadan 36 soat o'tibgina boshlandi. Odamlar tez orada uylariga qaytishlari va'da qilinib, eng zarur shaxsiy buyumlar bilan avtobuslarda olib ketildi. Eng yaqin aholi punktlaridan umumiy 115 mingga yaqin aholi evakuatsiya qilindi. Shu bilan birga radioaktiv zarralar shamol orqali Ukraina, Belorussiya, Rossiyaning g'arbiy qismi va undan keyin Yevropaga tarqaldi. 3-kuni Shvetsiyada kuchli radiatsiya miqdori o'ta oshib ketib, manbasini qidirish boshlanganidan so'ng Sovet ittifoqi avariya haqida rasmiy bayonot berdi. KPSS Markaziy qo'mitasining sobiq bosh kotibi Mikhail Gorbachevning so'zlariga ko'ra, uzoq vaqt sukut saqlash mamlakat rahbariyatining nima bo'lgani haqida to'liq tasavvurga ega emasligi va aholi orasida vahima vujudga kelishidan cho'chishi bilan bog'liq. Radiatsiya deb o'z yadrosidan alfa, beta zarralari hamda gamma nurlanishini chiqaradigan beqaror atomlarga aytiladi. Ushbu radioaktiv elementlar inson tanasi hujayralarini mikroskopik darajada o'ldiradi. Zarrachalar havo, oziq-ovqat, suv bilan organizmga tushadi. Teri orqali o'tadi. Gamma nurlanishi esa tanaga chuqur kirib boradi. Hatto devorlar ham unga to'sqinlik qila olmaydi. Kichik miqdordagi radiatsiya zararsizdir. Me'yordan yuqori nurlanish esa turli kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi va yillar o'tib sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Katta dozali radiatsiya nurlanish kasalligini keltirib chiqaradi. Eng yomon holatda o'lim sodir bo'ladi. Portlashdan so'ng darhol Chernobil AESda yong'in boshlandi. Binoning tomi va energiya blokining binolari yondi. Yong'inni stansiya xodimlari, shuningdek, yetib kelgan o't o'chiruvchilar o'chirishdi. Aynan ular halokatli darajadagi nurlanish dozalarini olishdi. 3 oy ichida 28 kishi vafot etdi. Yong'in o'chirilgach, radiatsiyani kamaytirish uchun vayron bo'lgan reaktorga vertolyotlardan qum, bor kislotasi va qo'rg'oshin to'kildi. Chunki ichkarida reaksiya davom etayotgandi. Grafit, uran, yadro yoqilg'isi yonar, bu moddalar erib bir-biri bilan aralashgan va qizigan lava hosil qilgandi. Lava harorati shunchalik baland ediki, beton polni eritib yubordi va reaktor ostidagi inshootlarda bo'lgan suv bilan reaksiyaga kirishish xavfi vujudga keldi. Bu esa yanada dahshatli oqibatlarga olib keladigan yangi portlash xavfini tug'dirdi. Biroq suvni chiqarib tashlashga ulgurishdi. Radioaktiv lava esa polni eritib, yanada pastroqqa tushdi. Uning yer osti suvlari bilan aralashib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun reaktor ostidan uzun tunnel qazilib, betonlashtirildi va xavfsizlik yostiqchasi yaratildi. Shunga qaramay, asosiy muammo hali bartaraf etilmagandi. Vayron bo'lgan reaktordan haddan tashqari kuchli radiatsiya tarqalardi. Radioaktiv izotoplar osmonga ko'tarilib, shamol yordamida butun dunyo bo'ylab yoyildi.
So'ngra 4-energiya bloki ustidan temir beton sarkofag qurishga qaror qilindi. Texnikalar yaroqsiz holga kelgan joylarda ishlashga to'g'ri keldi. Odamlar esa bu yerda 40 soniyadan ortiq vaqt bo'lmasligi kerak. Vazifani bajarishga qisqa muddat ichida bir-birining o'rnini egallaydigan ko'p sonli odamlar jalb qilindi. Ish jarayonida fojia yuz berdi. Mi-8 vertolyoti parraklari kran trosiga tegib ketib, qulab tushdi. 4 nafar ekipaj a'zosi halok bo'ldi. Barcha qiyinchiliklarga qaramay, sarkofag 6 oydan kamroq vaqt ichida o'rnatildi va radioaktiv nurlanish darajasi sezilarli kamaydi. Atom elektr stansiyalarining ustunligi shundaki, ular yuqori energiya samaradorligiga ega. Ya'ni oz miqdordagi yoqilg'i katta miqdorda energiya beradi. Reaktor AESning yuragi bo'lib, uning ichida uran dioksidi tabletkalari joylashgan. Bu tabletkalarda uran atomlari yadrolarining bo'linishi sodir bo'ladi. Katta issiqlik ishlab chiqaradigan zanjirli reaksiya yuzaga keladi. Issiqlik suvni isitib, uni bug'ga aylantiradi. Bug' esa turbinalarni aylantiradi. Turbinalar o'z navbatida elektr energiyasini ishlab chiqaradigan generatorni aylantiradi. Yadro reaksiyasini boshqarish uchun maxsus sterjellar, yutuvchilar qo'llaniladi. Ular reaktorning faol qismiga tushirilganda atomlarning bo'linish jarayoni sekinlashadi. Quvvat pasayadi. Sterjellar ko'tarilganda quvvat yana kuchayadi. Stansiya xodimlarining vazifasi ushbu jarayonni barqaror holatda ushlab turishdan iboratdir. 1986-yilda Chernobil AESda turbogeneratorning erkin harakatlanishi dasturi bo'yicha tajriba o'tkazildi. Olimlar stansiya quvvat manbaidan uzilgan taqdirda 4 energiya blok generatori reaktor nasoslari uchun zaxiradagi dizel generatorlari ishga tushgunga qadar taxminan 40 soniya davomida inersiya bilan elektr energiyasini ishlab chiqara oladimi yoki yo'qligini aniqlashni istashdi. Tajriba rejalashtirilganidan past quvvat darajasida o'tkazildi. Ya'ni quvvat doimgidek 700 ming o'rniga 200 megawatt edi. Boshqacha qilib aytganda, sinovlar boshlanishidan oldin reaktor beqaror ishlagan va butunlay so'nib qolmasligi uchun deyarli barcha sterjellar eng yuqori holatga ko'tarilgandi. Suv yordamida avariyaviy sovutish tizimi o'chirildi. Qaysidir lahzada faol zonadagi harorat ko'tarila boshladi. Bug'lanish va bosim kuchaydi. Operator favqulodda himoya tugmachasini bosganida barcha yutish sterjellari pastga tushishni boshladi. Ammo ular yarmiga kelganda to'xtab qoladi. Keyinchalik bu yuqori harorat tufayli texnologik kanallarning deformatsiyaga uchragani bilan izohlandi. Oshib borayotgan kuchga ta'sir qiladigan hech narsa yo'q edi. Bir necha soniya ichida ikkita portlash ro'y berdi. Reaktor butunlay vayron bo'ldi. Falokat uchun javobgarlik 6 kishi: AES direktori, bosh muhandisi va uning o'rinbosari, smena boshlig'i, reaktor sexi boshlig'i va DAV Atom Energiya nazorat inspektori zimmasiga yuklatildi. Sinovga rahbarlik qilgan bosh muhandis o'rinbosari Anatoliy Dyatlov o'zini juda faol himoya qildi. U konstruktorlar xatosiga ishora qilar ekan, reaktor yadro xavfsizligi talablariga javob bermasligi va avariyaviy himoya tizimi tomonidan portlatilganini ta'kidlardi. Biroq ayblov tomoni stansiya ishchilarining harakatlarida qonunbuzarliklarni aniqladi va SSSR Oliy sudi quyidagi xulosaga keldi. Reaktor to'g'ri ishlatilgan taqdirda portlash xavfiga ega emas. Natijada direktor, bosh muhandis va uning o'rinbosari 10 yil, qolganlar 2 yildan 5 yilgacha muddatga qamoq jazosiga hukm qilindi. Amalda ularning barchasi jazo muddatining yarmidan kamrog'ini o'tadi va ozod qilindi. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin xalqaro ekspertlar RBMK 1000 reaktori haqiqatdan ham xodimlar bilmagan konstruktiv xususiyatlarga ega ekanligini aniqladilar. Xususan, yutuvchi sterjellar konstruksiyasi shunday ediki, ma'lum sharoitlarda faol zonaga tushganida reaktor quvvatini avvaliga oshirgan va keyingina pasaytirgan. Ammo bu avariyaning asosiy sababi emas, balki voqealar zanjirining oxirgi halqasi edi. Mutaxassislar quyidagi xulosaga kelishdi. RBMK 1000 yadroviy xavfsizlik standartlari va talablariga javob bermagan. MAGATEning 1992-yilgi hisobotiga ko'ra, Chernobil AESdagi avariyaga reaktor kamchiliklari, inson omili va xavfsizlik madaniyatining pastligi sabab bo'lgan.
Ishni qayta ko'rib chiqish chog'ida Chernobil xodimlarini qamoqqa tashlagan ko'plab ayblovlar o'z tasdig'ini topmadi. Xodimlar o'sha yillardagi ko'rsatmalarning aksariyat qismini buzishmagan. Portlash sabablari aniqlangandan so'ng barcha RBMK-1000 reaktorlari takomillashtirildi. Chernobil avariyasi atom energetikasi tarixidagi eng yiriklardan biri hisoblanadi. 200 ming kvadrat kilometr maydon radioaktiv ifloslandi. Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Yevropa davlatlari hududi zarar ko'rdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Chernobil radiatsiyasidan 4000 ga yaqin odam halok bo'lgan. Boshqa manbalarga ko'ra, 10 ming va hatto 100 minglab odamlar hodisa qurboniga aylanishgan. Murakkab tomoni shundaki, nurlanish oqibatlari yillar o'tib ham paydo bo'lishi mumkin. Avariya oqibatlarini bartaraf etishda jami 600 mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Ifloslangan zonada yana millionlab odamlar yashar, ularning qanchasi Chernobil qurboniga aylanganini faqat taxmin qilish mumkin. Radiatsiyadan kelib chiqadigan kasalliklar orasida qalqonsimon bez saratoni, xavfli o'smalar, leykemiya, sil, katarakta va boshqa bir qator xastaliklar mavjud. Genetik nuqsonlar bo'lgan bolalar tug'ilishi darajasini oshishi haqida esa aniq ma'lumotlar yo'q. Ekologiya masalasiga kelsak, AES atrofidagi 10 minglab gektar yer maydonlari qishloq xo'jaligi ishlari uchun yaroqsiz holga keldi. Tuproq va o'simliklar xavfli radionukleidlarni o'ziga singdirib oldi. Shu bilan birga, ko'plab hayvon turlari, ayiq, tulki, bo'ri, yovvoyi to'ng'iz, silovsin va boshqalar bu yerda o'zlarini juda yaxshi his qilardi. Ular orasida mutatsiyaga uchraganlari kuzatilmadi. Vaqt o'tishi bilan Pripyat shahri va uning atrofidagi radiatsiyaviy fon kamaydi. Ammo turli hisob-kitoblarga ko'ra, hudud yuzlab yoki minglab yillar davomida hayot uchun xavfli bo'lib qoladi. Taqiqlarga qaramasdan, ayrim odamlar o'z tashabbusi bilan zararlangan hududda yashamoqda. Bundan tashqari, ko'plab filmlar sharofati bilan Pripyat shahri ekskursiyalar uchun mashhur joyga aylandi. Har kuni bu yerga yuzlab odamlar keladi. Bunday sayohat uchun majburiy aksessuar dozimetrdir. Noqonuniy sayyohlar stalkerlar deb ataladi. Avariyani bartaraf etishda ishtirok etgan barcha texnikalar yuqori dozali nurlanish olgan va abadiy saqlash uchun bir joyga to'plangan. Biroq bugungi kunda poligondan hech narsa qolmagan. Bir versiyaga ko'ra, texnikalar qismlarga ajratilgan va utilizatsiya qilingan. Chernobil AESning qolgan 3 ta energiya bloki 2000-yil 15-dekabrgacha elektr energiyasini ishlab chiqarib turdi. Shundan so'ng stansiya faoliyati to'xtatildi. Vayron bo'lgan 4-blok ustida qurilgan sarkofag yillar davomida yaroqsiz holga kelib qoldi va uning o'rniga 100 yil xizmat qilishi kerak bo'lgan yangi himoya qoplamasi o'rnatildi. Chernobil avariyasi odamlarga radiatsiya xavfini yana bir bor eslatdi. Shuningdek, mamlakatlarning yadroviy qurolsizlanishida muhim rol o'ynadi. Chunki atom bombalaridan foydalanish dahshatli oqibatlarga olib kelishi va sayyoradagi barcha hayotni yo'q qilishi mumkin. Shuningdek, bu fojia ortidan atom elektr stansiyalarining himoya tizimlarini takomillashtirish bo'yicha xulosalar chiqarildi. Bunga parallel ravishda boshqa energiya manbalarini qidirish ham davom etmoqda. Chernobil bu katta badal to'lash kerak bo'lgan saboq. Ammo kelajakda ularni takrorlamaslik uchun o'tmishdagi xatolarni unutmaslik lozim.